Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Men shu Sevto'g'li Hamid qarindoshlardan hammalarga o'tliq salom. Bugun tunugunki naq maydonniki oxirsini so'zlamoqchi. Bugun 2025-yil 7 oyninki 13-kuni. Men degan o'rnimdan tursam, o telefonim portlab ketadi qopti. Men u yoqdan bu yoqdan gap qilgan, hatto O'rta Osiyodan gap qilgan qarindoshlarim borki, uning ichida ko'pchiligininki ismini atamayman, ammo ko'pchiligi to'g'ri qaraydiganligini aytdi. Bu yerda bizningki buningdan 1 yil avval Amerikadan mustaqillikni xohlamsa degan chog'da mustaqillikni xohlayman deb bizningki tashkilotlar 60 tak tashkilot imzo etib berdi bu. 60 shuga, ya'ni hozirgi atalmış o'zi sürgün hukumat olganlarga. Bular endi jangi jidalni qilib, bütün ishni buzib, eng oxirida hech kim meniga kelmas bo'lgan chog'da, sesigan chog'da Trump xat yozatdi deb. Xo'sh, Trump xat yozsang bo'ladi, hech kim seni tutib olgan yo'q. Nima deb shu tashkilotlarga ehtiyojing kelib qoldi seninki endi bo'lgan chog'da yana? G'ulom Osmon, men sanga qara. Sening qara, nima deb endi bo'lgan chog'da bu tashkilotlarga ehtiyojing kelib qoldi? Sen Sharq Turkiston mustaqillik munbirini Washington xitobnomasini qilsang bo'lmamdi. Shu bir xitobnomani qilgan bo'lsang, butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarningki bir yerga yig'ilganligininki, bir yerga jam bo'lganligininki, xalqaroga internet polda chiqayotganligininki bir belgisidir. Nima deb shuni buzib tashlab sen endi buzib tashlab etib uni endi qopab, ya'ni imzo va deb yuzingni bir narsadek Abduxoliqning chamida chiqibsa, qaysi kun texe hozir uni senga keyin kelay. Ikkinchi qaytimliqda numus qilmay, ya'ni imzo talab qilib chiqibsa, o'zing chiqolmabsan-da, endi uning o'zing chiqolmaysan-ku, chiqqanda yuzmi qolmadi senda, hech narsangni qolmadi-ku, yalang'och holatda tashlab qo'ydik seni o'tirg'a. Sana 60 tashkilot imzo etib, kech-kechalab xalqni tillab, xotin bolasiga kirib, ma 30 tashkilotni inonga yig'ib bersak, hammasini buzib tashlab atding-ku. Bütün qora kodlarni selib, shu bütün tashkilotdagilarningki xonim qizlarga bütün odamlarni tillab, haqoratlab chiqding-ku. Xo'sh, birlashayli, ittifoqlashayli, xalqimizning davosini angltayli degan odam yillardan beri buzib kelding-ku. Yillardan beri men buzib keldim bu ishni. Men chiqib o'qituvchilik qilib keldim. Men chiqib munofiqlarga qarshi turib keldim. Sen o'zing munofiqlar bilan beshidan taqdin tortib, Jongnan xayriki sayfidan tortib ta hozirgacha kelyapsa bir ishni aqtiramading. Bütün ishni buzib, Uyg'urning davosini bütün odamlarni paramparcha qilib atding-ku. 2018 yilga chiqqan chaqda bir turkum odamlar yeningga to'plashdi. Ularni vayron qilib atding. Mushu qitimliq yana futbol musobaqasidimi bir eg'iz to'rbatlaringda yoki o'zingninki bir atalmish seni qo'llaydiganlarniki bir eg'iz taqitib qo'ymading-ku shuni. Yana nimani birlashsa, yolg'on-ku sening bu birlashma davatqining. Hafta 10 kunning oldida futbolniki pulg'o bermasan, sen pul bermasanmi o'zimiz xalq bilan chiqib dastaklab chiroyli uzitib bu ishni chiroyli qilib oldik. Hatta menga telefon qilib, "Boyto'g'li Hamid apandi, mushqatim men pul beramabman, men buning nimasini endi tushundim. Keyin qaytimda cho'qim beraman" deb qilgan qarindoshlarimiz, seningga o pulingga, sesiq pulingga ehtiyojimizmi yo'q. Lekin seninki hukumatingninki g'ayri mashru'ligi, mashrulashmaganligi, puchakligi ana ashundaq yerlarda ko'rildi. Ashundaq o'zingning puchakligini, o'zing pulning hisobini berolmay, sen bermaysan pulning hisobini. Bosh ministring chiqib beradi, yo'qmasa iqtisodiy ministring chiqib beradi. Sen pensiyaga chiqqan, yo'qol ishingni qilmamsan. Po'xva sana. Kim seni bu millatning ishini aralashtirib kitobini yozib o'tmamsa, Erkin Akram chig'ida chiqib, men Ahmadjon Osmonninkida biz natija erishmadik, biz xato qildik deb o'ylayman, men chekinaman, ashtu kitobimni yozaman dedi. Munofiqlar qurultayninki strategiyasi chiqdi. Birdan men o'rnimni bo'shatdim. Endi qani nima deysizlarkin? Endi nima deydikin qani dedim. Yana aralashdim, yana buzding, pishni taqatdim. Bütün millatni paramparcha qilib etishding. Asaplama qo'ltiqing bilan birlashib.
Bütün adamninki şahsiy uçurlarını yig'ib, mit qilanmas qilib, sening hukumatingga nima deb biz qarshi chiqib gaqilam? Sening hukumating ma u? Sen Anvar Yusufturonidan Bulovaga hukumat qo'yib. Seningdimi amaliy o dokumentlar yo'q-ku. Boshqa hukumatlarga bir nim dalanmaysa, bizga islab olsa, o imzoni sen talab qilayotgansa, ishni sen buzib atganki, sana islamay kimga isilmas? Boshqa hukumatliklar chiqib imzo talab qilganmiz, deydi, "Quvani sat, sen kim o?" deydi. Unimi quvani sat degan o'sha senimi quvani sat dalalaymiz. Chunki sen xalqninki, millatninki vakili bo'lanmiding. Sen emas, sen tog'dan boshlab, vatanning ichida Zulfiqar Osman bilan Zulfiqar Osman nomida kitob yozdim dedan uni qiling. Qara, otishlik Ahtam Umarchilik emasmi? Yalqin Ro'zchilik emas, sen tushundingmi? Sen tuyuqsizlam u yerdan chiqib Jannatning aşkışı degan kitobni yezib, bütün mujohid bolalarni qo'zg'ab Xitoy chiqarib bergan kommunist ashu dinga xato o'gitib chiqarganlar bilan bir-birini yozma, sening qalam quvvating to'xtaydi, ashlarni bir-birisiga urushga silib, Ablat Nurni amirlikdan elib, O'rta Osiyoga berib, bütün u yerda pishni, bütün ashu ximir turishni ximirning ichiga silib, ko'ptirib, bolalarning so'yilishi, bütün hamma narsani turadigan sa o'ynab kelding-ku. İkinci operani munofiqlar qurultiga tashlab berding-ku. Munofiqlar qurultining shundalam bütün indigenes, bütün satchilik, hamma rasvochilik, xoin jasus chiqqanti, shappida 2018da Sayfulloh degan vatanga berib kelgan balasini ib kelgan tog'da mujohid turib, shappida chiqding, bo'pti dedi, xalq yininga o'lashdi, bütün hammasini qochirib atding-ku. Birsini yininga olmading-ku. Unimi xoin munofiq, buni Xitoyning odami, uni jasus deding. Sening ichingdagilar nadin kelgan? Sening ichingdagilarni Xudoyim tashlab berganmi osmondan? Sening ichingdagi o jur'at obol deganlaring bütün hammasi qaysi tashkilotdan kelganlar? Shu munofiqlar tashkilotidan uyg'unib, yo bo'lmasa bir nim qilib mustaqillik ideyasi bo'layli deb kelganlardi. Kelganlar bo'lsa, ishni qilmading-ku. Sap qayri cho'laylik, Rahmajim, Yarmamat Barattuchi, sen Ablat bilan ham buzib etishding-ku, taraf-tarafdan qarab. Mening qara kuntum yo'q, sening mening yo'qli desang, sening yo'q olamda. Cho'shq kuchki. O sening qayerdan qarab bal topamsa, ya'ni biz nima qilamsa, xotining boshqadan bal topam, uningla ishimiz yo'q. Sen bizniki tillab, kirgan akutlarni qo'llab, shularnikiga ambaharlashib, shularniki yugan bo'lganiki biz seni tutimiz, bu odamni tutimiz. Ashning bilan birga shu qozonning ichida qaynashib, pat-patraqshilib shu yugan odamni tutimiz biz. Birlashadigan odam, ittifoqlashadigan odam, butunlay millatni birlik keltirmaydigan odam sana bir shart sharoitni hozirlab bersak, mas futbolnikida qanday qildik desa, pulingga kerak emas. Bir qitim chiqib bir e'lonni berib qo'ydingmi? Shuningkin bir nimasini bir nim qilib qo'ydingmi? Qimmatli qanday birlasha olaysan sen? Qanday millatni birlikka keltira olaysan? İmzanı alırsa işini bitirse haqını tillab oynaysan. İmzanı alırsa haqını tillaysa işini bitirse ketsa. Shundami? Uningdan demamsa bizga beshidlam shu gapni qilmamsa. Bizga imzo kerak. Bizni qo'llamasang, bizni e'tirof qilmasang, unda o'zi o'zingning ishini qilayver. Bizning yenimizda ne rutu? Biz o'zimizning ishini qilib ketaveramiz. O'zimizning sizib olgan chamberki bor. Deb o'zingning ishini qilmamsa, haqni savol qo'ygan odamni tillig'izib, bütün xotinlarni tillig'izib, akademik xonimlarni tillig'izib, haqning tashkilotliklarini tillig'izib, 33 tashkilotga isinib, ularning tillab, Xitoyning odami, Xitoyning jasusi, endi nima kerak senga Xitoyning jasusi bo'lgan tashkilotlardan, Xitoyning odami senga bermaydi hech qanday tashkilot. Tushundingmi? Meni Shvetsiya hukumatiga demsa, bexatarligida saqchisi demsa, bergizmayman. Bermaysa har qaysi kallangni, o'shingni yig'ib etish maqitim. Meningki mana boshqa o'yam bor mening ichida. Buning undaq ish emas. Buning boshqa, buning maqsadi. Buning maqsadi boshqa bo'lmasa, bu buzib atmaydi buni beshidlam. Yeningga o't tashkilotni bir chiroyli bir qizvonni yasandirib, tardini atib, seni bir uyga mana ular uyingni tut, derazni ochib tashib atgan kelinda qilib, hammasini ochib tashlab, tillab, uning ichidagilarning hammasini vayri-vayronni qilib atding. Endi qopib qaysi so'zing bilan senga nima kerak? Senda surgun hukumatning dokumentlari bormi? Sen bizni tilida
Başqa pichaklanib ketgan hukumatlar debdi. Qara. Mayada Mavu Munofiqlar qurultiyi, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyining ikkinchi sho'basini dunyoda muajiratda sen bir yer ko'rib baqdingmi? Uningga yandash tashkilotlar ochildi, uni qo'llaydigan. Lekin Dunyo Uyg'ur qurultiyi deb men ocha olamdim. Sen ocha olamsa, lekin boshqalar Sharq Turkiston surgun hukumati deb petinib ocha oldi. Sening qo'lingda haqiqatan ayni vaqtidagi Pentagonning qurgan, shu White Housening ichida qurgan Amerikaningki ashuning ichida qurganning hujjatlar, butun dokumentlar bo'ladigan bo'lsa, sen Turkiyadagilarning ustidan puling bo'lgandan keyin sot ichib yoptirib yetalaysan. Hukumatlar ko'payib ketdi. Ularga gap yo'q. O hukumatlarni ko'paydi sening o'yining. Sen shu Ali Masumlar bilan berib Abdulnur o'tadi qo'yishadi. Acab bunda ot yurak mustaqilliklarni hech nima qilmay acab boshqa shoirni o'ldirib yetdiki, acab sening Abdulnurning bir tamoq yemabmi boshqa yerda, boshqa birsiniki choy ichmabmi acab uni o'ldirib atmabdi. Chiroyli saylovlarni qilib kelib, mayada boshqa hukumatlar. Shu sening qo'lingda shu haqiqiy hukumatning diplomi bo'lsa, u bir shirkat. Sening ruxsatingni olmay turib ichib olgan bo'lsa, sen uning qarshi chiqqansan, sen uning ustidan sot ichib uni yopqizdirgan haqqing bor. Sen shuni qilmading-ku. Maqsad shu, sen Sharq Turkiston surgun hukumatini e'tiborlashtirish. Men emas, e'tiborlashtirayotgan men emas. Mana chin esingni bilib qol, tarix mer izlab mengatdi. Sharq Turkiston surgun hukumati e'tiborlashtirayotgan sen, men emas. Men ichib olmadim. Menga Sharq Turkiston surgun hukumatining ikkinchi punktini Shvetsiyani men ichib olmadim. Ichib olgan bo'lsa shunaqada. Men ichingdagi seninki ayib nuqsonlaringni, sesiqchiligingni deb beryapman. Sanga tamam chiqarib berma dedim-ku. Gap yo'q. Chiqarib berma, sana sharti bor uningki chiqarib berganingki. Chataq yo'q, men sen manbasidan chiqarib 2025-yilgacha chiqarib bersam bo'ldi. Uningdan keyingi hisobotni sen bersa bo'ldi. Men Belgiyaga atishliqning iqtisod ministrining men borsam bo'ladi. Chiroyli biletni ilib, hotelninki birini ilib, baraman o'sha naq maydon qilamiz. Men ko'stiman, men dogovor, men hisobotini so'rayman. Munofiqlar qurultiyidilar berolmaydi, u yapichyotdi. Senmi shunda qila olamsan? Senmi shunda qilayotgansan, nim farqing bor seninki? Agar men boshqa tashkilotlardan so'rasam beradi. Hisobini mustaqillik degan menga ba'di olib chiqirsam saqapandim yana ko'dim-ku men. Olmaydi ekan qo'y hech qanday yerdan pul. O'zining indidan pul chiqarib, o'zining indidan uyda pishirib, o'zining indidan kafe damlab kelib qildigan namoyishni. Yalvarib ketdim. Gollandiyada Danxaqning oldida xalqaro jinoiy ishlar sotiga berayotgansan, Abdurahmon Asadning ayadi qilsin, to'g'rida pichak narsani yozmisin, xalqni jidalga solmisin. Uni Xitoyning odami, buni Xitoyning odami demay, bas muqim turib ashning oldida Danxaqdagi xalqaro jinoiy ishlar sotining oldida namoyish qilsin. Pulni mendan odamni to'plab bermasam qildimi? Qilmadi. Ma Norvegiyadagining qildimi? Parat Abduvali bilan ma'vo nima? Qurboncha Isomiddin bir nechisi qildimi? Yalirib ketdi. Voy mening xotin bolam tillaydi. Tug'liqjon, hozircha bu ishlar men mudabi turib to'sam. Degan kim u? Meni qarakontingni Xitoyning odami u bo'da ketsa, Shvetsiya kelgancha men bilan ko'rishma deb zar intizor olib ketding-ku. Jinim Yarmamat Tug'chi barat, jinim fikam biletingni olib beraylik, kel Finlandiyada. Voy, men sening shu chaqda shu sesiqchiliklaringni bilib, mirtliq tikibetdim, mayada bo'lsam baramay qolmaydi. Tushundingmi? Sendan men g'urur talab qilgan bo'lsam, sendan vijdon talab qilgan bo'lsam, men xalqqa yaxshi ko'rinadigan odam bo'lsa, qarama 30 tashkilotdan shu aralashmaydim. Bildingmi? Burun 80 odam qo'llayotgan bo'lsa, men saqaysinglar aytishganning yerga 40 odam yo'qoldi, 40 odam qoldi. Men Wang Hong emas, men to'rcho'lpin emas, qarama, undaq narsani talab qilmayman. Men yinimdan chiqirib turib xashlayman. Men yaxshilikni qilsam, qo'ltiqning keyinda kelib Abduvali Yasin degan bolaga meningki boshqa narsamni biri u burun ishlarimni, xizmatim yana bir nima demdi, uning nimam yo'q. Meningki qarakont otanam kirganlik uchun, sen oshnasam taqat qiling uchun seni tilladim men. Manasi iniq bo'lsa, men hammani ratlab qo'ydim, beshidan oyoqiga. Men mashta bir jidal chiqsa, mujinda bir ish bo'lib qolsa, men qanday qilaman deganni qilib, men ratil deb inglizcha yozganlar, ingliz yozib to'plarni tutab chiroyli qilib qo'ydim. Tushundingmi? Sen ma ishni buzding.
buzg'a yeringda qo'ng'ini qisib o'tirsa, o'tama yana chiqib bizni pulabdi, bir mo'cha hukumatlarni shu bir mo'cha hukumatning tug'dirilishiga sen sababchi bo'lding-ku. Qanday bo'lmasin Ahmadjon Osmonning davrida, Anvar Yusuf Turonining davrida bir hukumat bo'lg'iydi shu. Bu hukumatning 2009 dan boshlab po'q. Shuning yağı po'q Ahmad Egambardidan keyin, Ahmadjon Osmondan keyin, yana birlaringdan keyin po'q bu hukumatning. Bunun jundisini nereden pichivatsa, nereden yeyishvatsa bir-birisiga miras qilyotdi bu. Men shundaq deb qarayman. Birlashadigan odam, ittifoqlashadigan odam haqninki hujum qilmaysa, ko'ngli ko'ksin kang bo'ladi. Atrofingdagi odamlarni boshqursa, boshqalarniki nomus qilmay haqning ota-onasini, turmadagi ota-onasini, haqning opsini bir nima degan narsalarga taqitib, shuni hambarlashib, sen o'zingchi mush ashtaq qilib bular kirib ketadi, so'zlamaydi, qo'rqaydi deb o'ylaganmisan? Ya, undan shu, undan sen kirib ketirgan shu. O sen xato o'ylab qolsan, sening oldingda sen meni chiqib mat qilaversanmi, men kirib ketmayman, yana men shu to'g'ri hamid bet ketaverman o'zimning yo'liga. Mening internetimning pulini men o'zim to'layapman, uyamning pulini o'zim to'layapman, qo'sqimni o'zim beqiyapman. Eshinchi yordam bo'lsa, o'shir zakitimni vaqtida beryapman. Yordamlar kerak bo'lsa, xalqning hojat tushsa chiqib qo'limdan kelishicha qilyapman. Albatta o'tkazgan savalliklarim men yaxshi qilgan ishlarim, yomon qilgan ishlarim bilan ketyapman. Chunki men Xudo emas, men payg'ambar emas. Men oqsut emgan banda bolasi. Tushundingmi? Sana o'xshash ishning tegini bilib turib, mohiyatini bilib, bizcha qara da'voga tunugin kirganlar. 2009 ming chiqqandan ayaga ishning ichida yurib, tashlab berib, chiqitib, uningdagi ota-onamizniki bilan kirgan. Biz sana o'xshash u vatanda turib, uyadik u Zulfiqar Osmon bo'lib kitob yozib, sayfitimda turib, tog'larda qoral ko'tarib, 12 yoshda qoral yasashni bilgan bo'lsang, nima deb bizga bir Xitoyning burnini qanatmabdi, xo'pti. Sen nima deb qanatmading? Sen nima deb O'rta-Osiyoda ajab Rahmatul Gashala o'lib ketdi. Sen nima deb o'lib ketmading? Ashak tashkilotchilarningki ashat chiqqan pullarga xotin ilib olsang-ku. Bilar ekan-ku hammasi. Sen javob berishing kerak hamma narsaga, butun O'rta-Osiyodagi bo'lgan ishlardan tortib, texi ajoyib ustalik bilan sipab o'tib ketdi-da, qarindoshlar. O'rta-Osiyoda texi Norvegiyalik Zumrat qo'ltiq bir vaqtda chiqib tazitilgan buni bo'lmasa. Voy qotil, seni sotqib beraman, jura. Voy Sayfullo, sen degan qurilish materiallarini kirib uy mulk savdogarlik qildi ekansan deb tillaydiganni tillab. Mana shu to'g'ri butun sen bilan yurgan sabdoshlaringning hammasi bor. Aşılar bilan tas tillashib, yana bir yerda miqqir bir yerga kelib qoldim. Men jidalimni tugitimay, haq bilan jidal qilmayman desam, qo'ng'ongni ashi qara kontong bilan yana bir narsa bilan qarg'a tiqib o'zang qachding. Men sening ayningga kirib olmadim, kirib olmayman. Bir qitim izlab bordim. Ikkinchi qitim odam emasligingni ko'rdik. Bo'ldi. Qo'ng'ini sassun dedik. Sening ayningda turadigan odam yo'q. Sening endi zaten o qara kontlarni sen o'zang ichib Üzəng şu hükümetliklər bilan məxsus planlıq bir işlarni qilib, men muaciratni charchitib, jidal majra qilib, bütün adamni sen jidal gizib o'ynayapsan. Bütün onunkini buning qilib, yiningdagi odamlarning hammani bir-birisiga ishonmas qilib, ovoz qoldirib, jidalga selib, bütün hamma odamlar deganni ash bir-birisi bilan ash bütün hammasini bir-birisiga qarshi qilib, pachaqlayotding hamma yani. Yana qanday birlashtirsa? Qanday birlashtirsa, masalan, birlashtirgandan keyin bir qanday birlashtirsa, birlashtiram, ya biz birlashtirib edik-ku sana. Bo'pti, Amerika talab qilibdi, mushala Amerikada ish qilib yetdi, biz birlashtirib beraylik deb sana birlashtirib edik-ku. Abdug'ani Sabit efendimga yolurdim. Abdushukur Samsaq yolurdim, imzo aytonsam, "Voy, fukam shartsiz atimiz" dedi. Adil efendimga yolurdim. Finlandiyalik Qurbanjon bilan urushdim, Hidoyatulloh bilan urushdim, Sharq Turkiston Uyg'ur ma'rif jamiyatininki Gollandiyaliklar bilan urushdim. Bütün Nijat Turg'unga deb Mustafa'dan cho'qim imzo atmi so'nmay deb Avstraliyalik kech kunduz uningki deb uni Hidoyatullohning qarshisiga chiqishib turib, uningga matqizdik. Qilpasak buzavatding-ku shu ishni. Shuni biz qilpadik-ku sana. Biz sana yomonlik qilmadik-ku. Sana imzoni yig'ib edik. Sen uningdan chiqib Ershad enimiz qopib savol qo'ydi, savol qo'ysa uni qopib tilla qizdim.
Opsini tillığızdan haqarat qilib o'lib ketgan o'likni ochib sazay qilib o'ynading, tillab Xitoy o'ltirib ochib berdi, salla tillab o'ynading qo'shu Qarakontda. Ba'g'u isbot bilan sen qo'llaydigan akotlarga g'olam dadam, Zumrat appam, Zumrat adam, mana Zumrat adam bilan g'olam adam, qo'ltiq adam. Sen üzang talab qilgansan men bilan ko'rishma deb sodi bo'lanmaydigan sho'lgaylaringni eqitib degan voy to'g'li Hamid siz bilan bir ko'rishmasam bo'lmaydi deb Ermamat To'g'chi Baratni ish qilib men sen bilan ko'rishmayman deb ketdim. Men cho'q qara, munda bir ilqi yasalma, munda bir ilqi adam bo'lgan bo'lsam qara, bu 30 tashkilotdan bu 60 tashkilotdan imzo buzish harakatiga men aralashmayman. Facebook chiroyli yeb ketgan peti aralashmayman, tushundingmi? Chunki sanami yaxshi bo'lma, seningki 100 odamniki dedim-ku, 80 odamniki 20% munofiqlar qurultaydigan chiqarib olsak, 80ni mustaqil chiqargan bo'lsa, seningki chiqqandan keyin qarshimga chiqqandan keyin qancha odam yo'qaydi? 80 odamniki 40 yo'qaydi. Biz yasalmalik qilgan bo'lsak, bu ishga aralashmaydik. Bu ishlar bu 30 tashkilotdan jiddilik kirmaydi. O'tirib tishimizni ko'lab, mana deb o'yin ko'rib o'tirdik. O chaqda qo'ltiqim yomon bo'lmaydi, Qarakontlarım yomon bo'lmaydi, sangim yomon bo'lmaydi, sening Qarakontlar xotin balangimi, Saypulag'im yomon bo'lmaydi. Xalqni yillardan beri lager shahidlarini buni men so'radim, u qandaqki bu desam, voy o Zumrat Davud kimga Zulxumarga yig'lab beribdi-ki bu unda deb. Uni o'sha ming qaytim teriktirib, yig'iltib, qoqishib, anamdagi bir qaytamaylar o Zumrat Davud xonim ay fikam o oson emas, xalqning oldida biz yig'lash, shu ko'z yoshlarimiz qurib ketdi desa, ovozni avat yo'lib, yog'an yig'lashdi. Ya ashlar Gultajma, nima deyman, o'ylar Kerem Altayning xotini ashlar bilan Gollandiyada o'tiribsan-ku, adolat sudida. Bizning atanimiz turmutisi biz kirmadik, bizni akirmadingmi? Biz Yevropa turib bara olaymiz-ku biz. Haqiqiy mana tik peshimiz bilan turib ajadi kunini ko'kka so'raytib chiqatdik. Pastigani toza chiqarib berdi, qilmadingmi? Adolat sudida. Ashlar bilan yog'aladim-da, qapoqlaringlarni turgan bo'lib o'tib ketib, bir-birsinglar ta'tir qaragan bo'lib, haqiqiy lager shahid Sayragul kirmadi-ku. O to'g'riliq hech qanday javob bermading-ku. Nima uchun kirmaganligi to'g'risidagi bu. O'ynaydi ekansan-ku o'zing tegidan. Ashlar bilan bir bo'lsa, bir chiqib atsan-ku. Yana qandaqlashlar bizni deysa. Tamam, bizni Xitoyning odami demsa, og'zini buzudi demsa, araq ichdi demsa, namoz o'qiydi demsa, namoz o'qimaydi demsa, nima desang bu o'zingning ishi. Xuddi bizning o'zimizning ishi, nima desak seni chiqib davatqanga o'xshash. Sen o'zing buzyapting o'sha birlikni, ittifoqlikni. Sen yana qaysi yuzing bilan imzo talab qilib chiqding? Asli imzo berish to'g'ri. Buningga guruldab menish kerak, lekin sallaga imzo berish xato. Mushqdan dars oldik. Sening hukumating texi e'tirofsiz. Dalay Lama'nın 90 yaş kirgancha Dalayni Xitoy Xi Jinping ayadi o'tirg'ilib oqshar plan atib qilgandi. Dalay Lama yo'q, men bunda qilma. O'zim belgilayman, o'zimning varisni u bo'lyapti. Amerika hukumati nima dedi? Bu Xitoyning ichki masalasi emas. Dalay o'zi qiladi dedi. Sening bir narsani deb baxtimi Amerika hukumati? Sen bir narsani e'tirof qilib baxtimi? Nimaga e'tirof qilib baxti seningki? Sening asl tarixingni CIA bilmamda, seningki FBI bilmamda, seningki nima ish qilayotganingni, nega yugurayotganingni, kimning yaloqchiligini qilayotganingni bilmamda. Biladi va bilgachga shu e'tirof qilmadi-ku. Qani bir e'tirof qilgan narsa bormi seni? Sening o'zingning hujjatlari bormi? Shu qo'lingdagi sen yippasanmanda shu pitni xort shu hukumatlarni. Biz qanday yapamiz? Bizning qo'limizda bo'lmasa u narsa. Bütün o'yinni o'zing o'ynayotsan-ku. Sayfiddinni o'zing chiqib maqtayotsan-ku. Maqtaba Sayfiddinni. Bizning oldimizda maqtab bersan bo'lmaydi uni. Sen o Sayfiddin bilan o'tag'an rasmingni chiqarganligi uchun sen uning Aqto'v bilan Fayzovatni birni qilib berganini men sen dedim-ku, jannat qilib bersmi? O o'zingning ismini o'zingning qo'lda bo'lmasa u bekor. Sening o yozgan kitoblaring, yana bir narsalar, necha kitob yozishding, o'sha mustaqillik da'vosi qilayotgan. Sen necha kitob yozgan bilan
Birə kitabını İngiliz yazdыңmı? Birə senatorga sundыңmı? Birə Kanada parlamentiga sundыңmı? Haq yetpəgən kitabını yaratmaysa, özüңнің yazған aqtaşlıq kitabının içində turibdi qo'y. Bayrat nim qilgan asrning Sharq Turkiston Exile Government deganning içində 7-6 betlarda. Xitoyning o'yini, bular Xitoyning odami deb. Nima deb sening Afg'onistondagilarning gapini chiqarma? Nima deb Afg'onistondagi 10-20-30 oylik 60'lıqning gapini chiqarmaysan? Nima deb ular Xitoyga chegirdosh? Ular Taliban hukumat bilan Xitoy nayt yaxshi sodlan qo'ydi. Ular Xitoyning odami emas. Bular qanday Xitoyning odami bo'ldi? Nima deb uni tilga olmaysan? Ha, u yerdimi ish buzish uchun ma'lum bir chambarakni sizib qo'yib. Mandaq uyaga nech qo'yib qo'ygan adaming bor. Uni vaqt soat kelgan chaqda tatatang papapang bo'lgan chaqda uni buzidiganga uningni tayyorliqlarini qilib qo'yganing uni mi bilamiz? Faqat sen o'zing uni yo'shiryapsan. Sen yo'shag'ining bilan nima deb ularni dalanmaysa? Taliban hukumatining nayt yaxshi ishlarni qilib beryapti Xitoy. Nima deb uyalik albatta ularni olib ketmasin, ya'ni Xitoy ularni bir tutib ketsin demayman, unda yomon niyatim yo'q. Uni demagan ekansa, buni nima demasliging kerak? Sharq Turkistondagi davosninki xalqaralashib e'tirof erishishdan sen qo'rqib ketding oldin qaytim. 60 tashkilot cho'chitibdi, bag'o 7-oyda yig'ilgan vaqtlarda cho'chib ketishdan. Manda bo'ladi. Ila bir gaping bor seninki. Uyg'ur degan kitob ko'maydi. Bu Uyg'urlar ishlamini bilmaydi. O bu deb, o sening ko'z qarshingdagi Uyg'urlar. Ular balkim sening nasringga qiziqmaydi o'xshaydi, lekin bu da'voga qiziqadigan nurg'un Uyg'urlar bor. Sen o'ylab qolding, o'ylab seninkiga qasabda qara kontkilar yurak versa, o'ylab sening nazringda da'vochi, deb seningga yaqin kelmaganlar bo'lsa da'vochi emasmi? Qanday sen qanday da'vochisan, qanday mustaqilchi da'vochisisan? Hamma yerda buzding'o, ey. Bu sen pepetmoqning'o, o taqdi yo'q'o. Va Eli daryosi qanday shakllandi bilamsan, sen deb beray qara. Say buloqlardan deydigan bir naqshi va qara. Siyosatmo ashunda agarki kichik bir narsani akab ulaysa, ani akab ulaysa, mening bilan mening munosabatim yaxshi bo'lmasa, mening bilan kim aralashdi, mening yonimdagi odamni ish qilib turib, uni ulaysa, mashunda akab say buloqlardan, tamchilardan Eli daryosi shakllangan o'xshash siyosat deganmi shu. Ahli o'shin joyida bo'lsa, uni bu yerdan buning odamlarini akab, meni qutqizib olaylik. Ma burun bizdan ketgan narsalar taqdi ketdi, sizlar ketdi, meni to'xtatib turib, ma ishni bir yoqdan qilsa. Mashundaq futbol musobaqalari, yana bir faoliyatlar bo'lgan chaqda xalqni yig'isa. Xalq yig'ilib seni ko'rdi, to'xtabdi deydi. Uni o qo'saq ko'pigingni yoshlar qurultining qildi deb o'tadingda, shuning uchun uni taqatmaysa, uni qilmaysa. Boshqa narsa bo'lsa, yana nomus qilmay ismlarini aytib imzo beringlar. İmza beriladi, lekin sana berilmaydi. Chunki biz seni e'tirof qilmaymizda, sening qo'lingda naq hujjat yo'q. Sen hujjatni chiqarib boshqa hukumatlarni taqab Turkiyadagi. Ashu hukumatlarning qo'lingdagi hujjatni chiqarib, mana to'g'ri hamiyat biz qilaldik qo'sa, yomon kapishib ketib baratdansan, men o'zligimdan avtomatikali yo'qayman. Sen qilolmaysan uni, shuning uchun men urg'ib teshib turgan ishonch o'g'ashqa men chiqib so'zlay olmayman, tushundingmi? Bu bir tashkilot degan, bir hukumat degan birdan birli bo'ladi. Birdan birli bo'ladi. U bir nachni men ochdimmi Shvetsiyaga, yo boshqa sachdimmi, yo Norvegiyaga, yo Avstraliyaga Nurgul Savod ochdimmi, yo Dilyar Musabay ochdimmi, yo Amerikaga Tomaris ochdimmi, yo oshqonlarni demamsa bir nima deb. Oshqonlarga ichishmamsa, imzo bermaganlar bilan ichishmamsa, imzo berganlar bilan ichishmagan bo'lsang, chiroyli mangan bo'lsang, pulni oldik. Sizlar bir ishni qilgicha biz bir yerdan topdik. Biz shuni ishiltib baqaylik, to'g'ri bo'lsin, yo'q bo'lsin, bizda hozir hech narsa yo'q, biz qirib qoldik. Bizning unda pensiya maoshlarimiz yaxshi emas, bizning unda ekstra qo'shimcha xizmatlarni qilib biz jiq pul topolmaymiz. Biz bir yana qildik, buning to'g'rimi, xatoligini biz uqmaymiz, biz elyapmiz, balkim bizni qo'llayotgandaymiz. Ma'lum bir yakagacha qilib baqaylik. Sizlar boshqa to'shishdan bir narsa qilib beqinglar. Bir butun bir tuxumni bir
ko'p tuxumni bir sevatga solmayli, pachi qilayli, sizlar degandekidek demading qo'y shuni. Shu vaqtida chiqib javobini bermay, ishlar buzilib, ey, osh vaqtidami jidal butun ishni buzg'icha gurrida Facebook'im qaynab ketdi. Uningdan keyin jimmada shu besiq turib, aylaqa Latpaskina aylaqa Norvegiyadagi, aylaqa bir latisi va aylaqa bayroq tushirilgan. Basam Amerikadan sepmagan fukam deb, qanday qilib Amerikadan sepmagan bo'lsin? Ashuni ko'tarib birdam Norvegiyaning parlamentini oldida turib oldi, ikki qiz bilan chiroyini chiqamanda tatib berdi. Birdam iliq bergandagi tashqi ishlarma, bir yerliklar tashqi ishlar turib oldi, kirib ketdi, iliq yig'i chiqqan jidallarni, po'qsizliklarni xalq ashni ko'rib inkas kelyapti, sana chiqib bevos demagan bilan bizga davatidi. Mushta o'yinlarni o'ynaydi-ki, butun o'ynayotgan o'yini, butun qilayotgan narsa Xitoyninki deb tushundingmi? To'g'ri, Xitoyninki. Xitoy ashunda qildi, xalqning sesiqchiligini elib olib, xalqning ojizligini tutib olib, senda siyosiy bir vizion bo'lsa, chiqsa, o'dilga chiqib akademik shaklda chiroyli shartini qo'ysa, bo'pti. Biz degan ko'nmadinglar, o'zinglar mashru qilamiz davlatlar, biz mashru qilib bo'ldik. E'tirof qilmasanglar, sizlar o'zinglar mushtoq uchun birlashishga ayrim minglar. Biz bu yoqda bir guruh bo'lib mangayli. Nishonimiz bayroq bo'lsin, mustaqillik bo'lsin, urushmaylar, chiroyli ishni hal qilsang bo'ldi. Sening poqsidik xalqninki u yo'qkan-ku, xalq ishga kirib turgan degan idorasiga. Shuning uchun kirib turgan. Nima dalalaysa buningga G'ulom Osmon, nima dalalaysa Jur'at Tobul degan ko't. Aramliq. Tunagan vaqt uzrab ketib, jiqqa qilamagandim, u jiqib ketmasin dedim. Bugun mushinchek so'zlab turay. Men bir haftagacha saqlayman. Chiqib javobingni berishib, qo'ltiqing bo'lamsa, sen bo'lamsa, bugun kunga qancha? 13. 13 bo'lsa 20-chislariga saqlayman ekraningda. Nima deb javob bersa, hamma narsaga, butun hammani qilman, taq taraf-tarafda o'tirib, tizimlab o'tiraman hamma narsani. Aningdek seningki Belgiyadagi ashu iqtisod ministrining men uchmanda qo'limdagi narsalarning hammasini kopiya qilib chiqarib, og'on hamma narsadan tortib men o'tirib turib, ashning bilan naq maydon qilib turib deyishim. Tushundingmi? Sen pensiyaga chiqqan odam ishingni qil. Olani chiqat oldiga. Sening o chiqib olib olmadik, ochangning bir kasbidan kelayotganmi, yana bir yerdan kelayotganmi, nerdan kelayotganini o'zing bilasan. Qizing Mishinchilik ko'p bo'lsin. 20-chislarigacha men kutaman. Uningdan keyin qap ketib, yana chiqib, yana uni taqir-tuqir so'zlab yursang, o chaqda xalq texim ayon bo'lib ketadi. Menlar sening hukumatingning ichidagilarni kutadi. Sen qarab qolding, men iddoni tashlab qo'ydim. Sendin men degandekidek abobda qizingning DNA'sini akilib xalq ko'rsatalamsa, o'zingning erkinligi o xotning nerdan topam, nima ishim bor meniki? Sax bizniki tilliq odamlarga yaqin kelib shular bilan qanki bizmi deymiz? Hukumatning diplomlarini chiqarsa, birinchisi, naq Amerika hukumati e'tirof qilgan, shu yaqinda qurib men yaqindagisi emasmi? 20 yilning oldidagi 2004-yildagi ma'va o'kinkelik 18dagi Amerika o bizni e'tirof qildi deganing o Virginiyada oldiq deganing o hisob emas. Naq shu Pentagonninki, shu Oqsaroyninki, shu naq Anvar Yusufturonininki qo'lidagi shundaq narsalar sening qo'lingda bo'lish kerak. Ashni chiqarsang, o chaqda sen golden bo'lsa, diamond bo'lsa. Bu hukumatning qog'ozlari. Pulning kelish manbasinikini inniq deb bersa, dalanmasan quvongni qis, yavatsa xotining bilan xotiningning balchaqsini beqivotsa O'zbekistonniki og'zimni ochma. Chiqarsa pulning hisobini. O'rta Osiyodagi qonning hisobini butun sabdoshlaringni ilib chiqib yüzleşse ashni. Qaysan qanday bo'lishdan Mamtimin Hazratdan tortib, men bo'lsam Mamtimin Hazrat menga chiqolmaydi. Chiqar ekan-ku, o'tganda chiqib akademiklarni chiqib o'tadi-ku. Seni qo'ngini qirg'ilab qo'ymaydi-ku. Albatta, sen pul olmading. Bilamiz, O'rta Osiyoda o'chalanib ketgan 30 million dollarning ichida sening haq. Sen olmading pulni. Bilamiz pulni kimdan olganini. Biz hammani keldi. Ozarbayjonda nima talash tortish bo'lishding. Londondagi Abdukerim degan otishliqon olim Jehi deb qo'ygan. Uludan mağıldık. Uludan sabdaşlardan ağıldık. Mariftikilerden ağıldık. Şu, emmesi şu senler bir. Lekin, pulni almadım, men pul, senden O'rta Osiyoning ishini so'rasa, pulning ishini so'rab, sen pulga kirma, qonning masalasini beraylik.
pul o biz pul bilan işimiz yo'q. Elishdan, yeyishdan tugidi o. Qonning masalasi bor. Bu nima deb imzo harakatini qanday buzding, kimdan chiqdi, bizdan chiqmadi deb sen 30 tashkilotni qarshingga chaqa, ala paydo bo'ladi. Mushuni qila olsang, aningdan keyin mavu yana birisi, aningdan keyin shu seninki sen taqatqan, sen voy dadam desa voy balam deb yozishgan shu akotlaringdan hammasidan tinalishing kerak. Aningdan keyin xalq seninkini bu asli emasga, Allah Xitoyning odamiga bu buzish uchun bularningkini qo'llagan bo'lib kirib elib turib, bular mushta qilyapti deydi. O chaqda bizni qoyil qila olsa, boshqalarning qoyil qila olsa, bizda o'tkatgan bo'lsa, ana chiqib biz sendan oldingdan o'timiz. Ishing qiyirgan vaqtida dunyoga chiroyli ketib ol. Ma ikkinchi dinozavr. Tushundingmi? Ishing qiyirib o'laydigan vaqtingda eng yaxshisi chiroyli ketib ol, izzat hurmating bilan. Bu qara sening ishingdagi odamlar bizning vatanda bo'lsa, masjidlarning oldimda ostayaqni tutib turadi. Biz shonyan chekib o'tayotgansak, undamda o'chirib yetib, ya misal da og'zimiz purab qolganmasa, do'qmishda vodka kirib, popotangni birini chaynab, da o'tib ya qarab, da so'gatning bo'ylig'idan da kirib ketdik. Oshinchilik ta'siri va bo'vaylar bo'la olaysa, o sen bo'lanmagandan keyin biz o'sha kichik boladan tilohanat deb o'tagan bo'lgandan keyin o'zingninki asli holatingga qaytib kelishninki birdan bir usuli mana shu men deb bergan shu 5 turlik usulni qilsa, men yana o'ylashiman. Yana o'ylashib, yana kallam kelsa Facebookga yozib qo'yman. Chuma 20-yillargacha uningdan keyin o'tib ketib, yana chiqib, yana andaq mundaq desam, o chaqda o sen ashlar bilan bir shu bu buzib o'ynayotsa deb masala senda. Chiqib ashnaslarga chiroyli javob bera olasan, shu narsalarni meni qoyil qildira olsam, men sen 60 tashkilot yangi imzo atqizib bera olayman. Yana boshqalar bilan chiroyli oqida suhbatlashib, mana ishni chiroyli qila olayman. Sen uni qilolmaysan, tushundingmi? Sen oldi bilan men buzilgan ishlarga, O'rta Osiyoning buzilgan, o chiqib Xitoyning nimasi bo'tdi, Xitoyning nimasi bo'tdi, bunda biz bilmaymiz, yer kishilarni salla bilsa, uningki o sening bilan yurgan sabdashlar o biz bilan emas. Biz o'choq degan 97 93-yil sen tog'da yurgan vaqtimiz biz eg'ish tiqishdan kelib yuradi. Bu ishni salla bilsa, shuning uchun 50 yoshning to'pidagilaring 55ninki bo'shat degandan keyin ya bo'shva degandan keyin moshlar qila oladi ekanda deb qo'yib bersa, kirishilib xalqning xotinlariga, xalqning xonim qizlariga haqorat qilmaysa, qanday bo'ladi ekan? Yurgan aytishamdiki, oqsham tatlishib ketibsan-ku xotining bilan, qiyachiya bo'lib ketibsan-ku. O xotining nachaga telefon qilib netib yig'lab, shunday bo'ladi, boshqa ish yo'q. Men degan bu narsalarni qila olsang, xalqning oldida javob bera olsang, shu isbot bilan bera olsang, uningdan keyin seninki qarshingga biz chiqib, bizmi isbotimizni tashlaymiz. Unda bo'lsa, mana deb tashlaymiz. Tashlayanmagan chog'da anonki gapini qilmamsa, mana xalqning oldida. Bo'pti, qarindoshlar, unda bo'lsa Xudoyimga omonat. Ma'bu beliq tutib sal kashqib qoldim, shuningga kasharak naq maydon qildim. Aldi bilan o'zimninki shaxsiy turmush ham o'yim. Yoz keldi, meni birdan bir qo'shildigim beliq tutish. Shuning kasharak ko'p qoldi, endi qolganlaringlar ayt qopib anglasizlar, hammanglarga rahmat. Qarindoshlar, omon bo'linglar.